Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. O'zbegim dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bir tong otdi. Bu tong hammamiz uchun omadli, tolihli, eng quvonchli kunlardan biri bo'lishini tilab qolamiz. Xalq hunarmandchiligi endi shu paytga qadar o'zimizning mamlakatimizda nihoyatda rivoj topgan. Uni turlari nihoyatda ko'p. Qolaversa, bizni milliy hunarmandchiligimizni e'zozlaydigan, uni qadriga yetadigan va unga talabgor bo'lgan xorijiy fuqarolarimiz nihoyatda bisyor. Endi xalq hunarmandchiligini turlari nihoyatda ko'p dedik-ku, lekin o'shani ichida yog'och o'ymakorligi turi nihoyatda ham keng tarqagan, keng yoyilgan va unga e'tibor ham, talab ham juda katta. Shuning uchun ham bugungi o'zbegim mehmonlari yog'och o'ymakorligi hunarini san'at darajasiga olib chiqishga harakat qilayotgan ustoz va shogirdlar. Suhbatimizni Fazliddin Muhiddinov bilan boshlaymiz. Avvalo xush kelibsizlar bugungi ko'rsatuvimizga, mana usta shogirdlar. Shu hunarga qiziqishingiz sababi nimada bo'lgan? Hunarga qiziqishim 1999-yil Abulqosim madrasasiga borib, ustozim Akmal aka Azlarovga shogird bo'lib tushdim. Yog'och o'ymakorlik hunarini o'rganib, mana shu paytgacha o'rganib kelyapman. Mana shogirdlarga dars beryapman. Yog'och o'ymakorlik yo'nalishi bo'yicha mana Saidazim shogirdim bor. Shogirdlarim Fransiyaga, Ispaniyaga borib, qator o'rinlarni olib kelishyapti. Asosan daraxtga qaysi turlariga murojaat qilasiz? Asosan yog'och bo'lsa, yong'oq, chinor, qayrag'och bular bilan qurgan. Qancha o'rganasiz bularni? Endi bular yog'ochlarni ham yoshiga qararsiz. 10 yil, 15 yil quritiladi deb bizada. Quritib, qurigandan keyin ishlov beramiz, yog'och kesib, jilvilab, randalab, jilvalab berib, keyin pardoz berib. Yaxshi. Bu lavh kimning asari? Lavh mening asarim. O'zingizniki. O'zim asarim. Hozir qarab turibman, bu kamida 5-6 bosqichli bo'lsa kerak. 6 qavatli. 6 qavatli, 6 bosqichli. Bu degan so'z, biron joyiga botirjon mix ham urilmaydi, yelim ham yopishtirilmaydi. Bu shunchaki. Lekin nimaga biz o'sha kitob o'qishga, kitob qo'yishga, nimaga biz aynan Qur'on, ko'pincha endi lavh nima uchun desak, shu Qur'on o'qishda foydalaniladi deyishadi. Nimaga aynan shu buyum joriy etilgan yoki bo'lmasa kashf etilganki, biz unga faqat kitob yoki Qur'on qo'yib o'qilgan. Nima uchun? Endi maqsad bu yerda Qur'on kitobni lavhda o'qishimizdan sabab, Qur'on kitob yerda turishi kerak emas-da, kindikdan tepada turishi kerak. Xontaxtani ustiga qo'yib o'qilganda Qur'on. Ota-bobolarimiz shunaqa qilishgan. Yaxshi. Ustozlaringiz to'g'ri o'rgatishibdi, to'g'ri tushuncha berishibdi. Buni yana bitta eng muhim tomoni borki, lavhga biz Qur'onni qo'yib qo'yganimizda, Qur'onni harflariga qo'limiz tegmasligi kerak. Lavhga qo'yib, mana shunday agar Qur'on turadigan bo'lsa, biz varaqlaganimizda biz o'sha harf Qur'onni oyatlari, so'zlariga qo'limiz tegmaslari uchun biz sekingina uchidan varralab qo'yamiz. Shu nuqtai nazardan lavh o'sha paytdan bizga yetib kelyapti. Yog'och o'ymakorligi san'ati Toshkent bilan bog'liq taraflari bor-da. Toshkentda ancha bu rivojlangan ustalarimiz ko'p Toshkentda. Shu bilan birgalikda mana hozir Fazliddin bular tayyor buyumlar, to'g'rimi? Mana bu yerda qutichachalar, bu yerda har xil shakldagilar bor. Mana bu yerda demak, hali sizlar bunga o'ymakorlik ishlarini hali yurgizmagansizlar, to'g'rimi? Bu yerda faqatgina demak bunga mana naqshini bergansizlar, lekin hali bu o'ymakorlik ishi hali bu yerda yurgizilgani yo'q. Bunga biz hozir naqsh chizdik, naqsh chizganimizdan keyin bu o'yilgandan keyin bu etaplari bor-da, o'rinlari. Chakchi uriladi, bunga keyin jilvirlanadi, yoni o'yiladi, atroflari mana bunday taraflari o'yiladi. O'yilgandan keyin biz ham hamda kesamiz. Kesganimizdan keyin bunga osho-mosho o'rnatib, bunga keyin jilvirlab biz lak beramiz. Demak, buni ichi bo'sh, ichi bo'sh holatda. O'ygansizlar. O'yganmiz, yig'ib olganmiz. Yog'och o'ymakorligida bu naqsh elementlari hammasi tabiatdan olinadigan narsalar. Gul elementlarini tushiramiz. Tushirib biz o'yib. Bu nima deyiladi shu gulning nomini? Bu gul lola guldi. Lola gul. Lola gul.
mana bular bay deyiladi. Hammasi bu tabiatdan olinadigan elementlarda. Tabiatdan olib tushirganmiz biza, tushirib naqshlarni tushirib, o'yib, bunga jilvirlanadi, keyin bunga rang tayinlab rang beriladi. Ochiladi O'yib, bu. keyin bu ochiladi mana bunaqa. Ochib, tayyor mahsulotni bunga rang berib, keyin bunga pardoz ochamiz biza. Pardoz elementlarini. Bu hozir olti qaralishga turtki bo'lsa, bu hozir naqsh chiziladi. Chizilgandan keyin bu hammasi razmer to'g'ri olinishi kerak edi. Razmer to'g'ri olinmasa, bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Simmetriya bo'lmaydi. Simmetriya bo'lmaydi. Har graduslar to'g'ri kelishi kerak. Hozirgi paytda ko'p chet ellik mehmonlarimiz kelishyapti. Ularda qiziqishi qanaqa bizda? Ayniqsa yog'och o'ymakorligiga. Ularning qiziqishi yaxshi, ancha amaliy san'at, yog'och o'ymakorligi qiziqib kelishyapti. Kelib bizdan sotib olishadi. Chet elga olib ketishyapti mana. Qutichalardan, lavhalardan olishadi, sovg'a sifatida olishadi bizdan. Keyin ko'pincha ko'ramiz, Nasib opa haligi bir lavhalarda ham ko'ramizki, haligi o'sha chet elliklar kelib, qiziqish bilan bularni ishlab turgan ish jarayonini tomosha qilib, har tarafdan rasmga olib, bir-biri bilan gaplashganda, demak, haqiqatan ham qiziqish, Ular hayratga kelishadi qiziqish ortib hayratga tushib, bular nahotki shundan shuni yasasha, bu nimadan qilingan? Bir xillarni bir marta ko'rdim, bittasi shu ishlab turganini ham ko'rdim-da, bu nimadan, yog'ochmi bu yoki bo'lmasa mana Saidazimni yoshidagi usta bolalarimizni ishlarini ko'rib, ular umuman hayratlar. Saidazim umumiy maktabda nechinchi sinfga o'tdingiz bu yil? 7-sinfga. 7-sinfga borasiz. Musiqa va san'at maktabida nechinchi sinfdasiz? Musiqa va san'at maktabida 4-sinfga. 4-sinfda. Demak, 3 sinf farqi bor. Qaysi fanlarga o'zingiz ko'proq qiziqasiz? Matematika. Matematikaga. Siz hozir mana shu kunga qadar ustozingizga nechta buyumlarni ko'rsatdingiz? 10 tadan ortiq. 10 dan oshiq. Voy, juda yaxshi. Birinchi ishingizni ota-onangiz ko'rishganda qanaqa qabul qilishdi? Hayron qolishdi. Hayron qolishdi. O'zim qiziqqanman-da, chunki kichkinaligim 9 yoshimdan o'zim kelib, anaqa Fazlin aka bilan tanishib, harakat qilib, chizib avallaganman. Endi hozir o'zida agar 10 ta asaringiz bo'lgan bo'lsa, bu sizga katta boylik, o'g'lim. Juda ham katta boylik. Sizni yoshingizda bu haqiqatan yaxshi natija. Endi Fazliddin, hunarni yoshlarga o'rgatayotganingizda bu ko'proq ularni qabul qilishingizdan oldin ularda nimani sinab ko'rasiz, to'g'rimi yo'qmi? O'shalarda siz ko'proq nimalarga e'tibor berasiz? Mezoningiz qanaqa? Endi mezonim bolalar bilan gaplashaman oldin. Nimaga qiziqasan? Yog'och o'ymakorlik bizda mayda ish, sabrli ishda. Hamma ham olib keta olmaydi bu narsani. Chizdirib ko'raman oldin. Bizda hozir 14 xil naqsh chiziladi-da. Mana bu gullarimizda hammasi naqshdan olinadi. Tabiatdan olingan gullardan biz elementlardan chizdirib boramiz. 14 xil naqsh chizdiramiz. Naqshlardan olib keta olsa, sabri bo'lsa, keyin sekin-sekin o'ydiramiz. Naqshlardan kompozitsiyalar chiziladi. Gul elementlarni chizadi yaxshilab. Sabri chidamagandek kelgan ustoz, bu yog'iga uzr, biz evlolmas ekanmiz deganlari ham bo'lgan. Tashab ketganlarim bo'lgan. 1 oy kelishadi, 2 oy kelishadi. Bolani o'zi gaplashganingizda bilinadi-da, o'zi olib ketadimi yo'qmi? Qiziqadigan bola. O'sha Fransiyada g'olib bo'lib kelgan shogirdingizni yoniga qo'shilganlari necha nafar? Endi ular bittasi Fransiyaga chiqdi, qolganlari tumanlarda hammasi ko'rgazmalarda qatnashib, o'rinlarni olib kelishyapti. O'zingizchi, o'zingiz? O'zim ham qatnashganman, mana. Mana Ispaniyada bo'libsiz. Ispaniyada bo'lib keldi, Fransiyada bo'lib keldi. Sovrinlar olib kelibsiz. Sovrinlar oldi. Juda yaxshi. Yaxshi. Qiyin, shu bilan birgalikda bir sharafli bo'lgan mana shu yog'och o'ymakorligi san'atini o'rgatishda sizga ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Omad sizga. Rahmat. Sog' bo'ling o'g'lim. Hamma o'qishlaringizda, u o'qishingizda ham, bu o'qishingizda ham faqat sizga a'lo baholar tilab qolamiz.